ishda shunaqasi ham bo'lib turadi ekan. Bir kun miyamizni qizdirdi lekin bu muammo. Nexia Sonis mashinasini olib kelishgan bizga, charaklagan holatda kelishgan edi. Shu charaklashni yo'qotib bering deb tashlab ketishdi. Ochib ko'rganimizda kulochoy rassivalari yilib ketibdi. Bu Nexia'mizga kulochoy rassivalni original koreyskidan qo'yib yig'dik. Yurgizganimizda, lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Yana charakladi motor. Keyin ochib gidrokompensatorlarni boshqa qo'yib ko'rdik. Ishlamay qolyaptimi deb o'ylab. Yig'sak yana yo'qolmadi. 3-martasi mana galovkasini ko'tarib oldik. Juda ham qiziq holat ekan. Bu galovkasida N klapin turibdi mana. Sonis 1.6lardagi klapini. Lekin galovkamiz 1.5 ekan. 1.5 da S klapin bo'ladi. 1.6 klapindan uzunroq bo'ladi bo'yi. Bizdan oldingi Xezr usta akamiz har xil xayol bilan 1.5 ga 1.6 klapinni qo'yib yig'ib yuborishgan ekan. Shuni hisobiga klapin kalta bo'lib qolib, kulochoy rasvalni orasida zazor bo'lib qolib, motor charaklashi yo'qolmagan ekan. Oldingi egalari rasa sarson bo'lgan ekan, lekin bu ovozni yo'qotmadi. Mana kulochoylarni ham yangi qo'yishgan bizdan oldingi ustakalarimiz, lekin ovozni yo'qotisholmagan ekan. Xudo xolasa akamizga 1.5 klapinlar bir telka qilib yig'ib beramiz. Ovozlari tiniq bo'ladi, zazorlar joy-joyiga keladi. Lekin 13 yildan beri mana birinchi marta bo'ldi bunaqa muammo bizda. Oldin hech bunaqasi uchramagan edi.